10 sotuvga tushgan Fayzli xonadonga kelganmiz. Bemalol qurilishini qilib 6 ta kottej joylasi bo'ladi. Undan to'liq navesi qaranglar qanaqa katta. Bu xonadonimizda sauna, basseyn uchun ham mana shu tomonda zimniy qilib sharoitlari qoldirib ketilgan. Aynan mana shu sizlar ekranda ko'rib turgan hovlimizni fasadi 31 metr, bunaqasiga 40 metrlik 10 sotuvga tushgan Fayzli xonadonga kelganmiz. Mahalladan ham ko'rishingiz mumkin. Qo'shnilar hammasi keng hovlili. O'sha paytda bu yoqlarda 13-14 sotuvli juda bir norma hisoblangan. Hozirgi kunga kelib xonadonlarimiz kichrayib ketdi. Hop, ko'ryapsizlar, shahardan kam joyi yo'q. Hop, Zangioda tumaniga qaraydi. Tokzor mahalla, lekin bemalol shahar bilan solishtirsangiz bo'ladi. Sababi hamma kommunikatsiyalar kelgan. Kanalizatsiya, suv, hammasi bu yoqda bemalolchilik, tokdan ham muammo yo'q. Shaharda o'chayotgan toklar bu yoqda o'chmaydi deb ham aytsak bo'ladi. Mahallani ko'ryapsizlar, o'zi hovlimizni oldin uglovoy qismga tushgan bo'lgan. Ya'ni bu maktabni orqa tomoni devor bo'lmagan ekan. Devor bo'lgandan keyin hozir hovlimizni endi uglovoydan qochgan deb hisob bo'lib qolgan, lekin aslida o'zi uglovoy hisoblanadi. Hop, eslatib o'tamiz, fasadimiz 31 metr. Ya'ni qurilish uchun ham oladigan odam bemalol qurilishini qilib 6 ta kottej joylasi bo'ladi. Undan tashqari bu yoqni o'zi salkam yer narxi plus ozgina baribir stroykamiz bor, chunki bu uyga xonadon egasi ancha mehnat qilganlar. Bu faqat mehnat qilgan odamni o'zigina biladi buni qanchalik darajada qiyinligini. Ya'ni qurilish ham hozirgi kunda 2 sotuvni o'zi bitkazib olish oson emas. Hovlimizni ko'ryapsiz, juda keng. Bu yoqda mana kalitka qismidan ham kirganimizda mana shu aynan holga bog'lanadi. Hozir umumiy obzorlarni qilib o'tamiz. Bu yoqda mana garaj qismimiz. Patolog navesi qaranglar qanaqa katta. Hamma narsani o'ziga bilasizlar qanaqa xarajat ketishini. Bu yoqda mana o'sha paytda 2012-yilda qurganman-da, lekin yozgi oshxonalargacha sharoitlar qilib, hamma mo'ljalini qilib 28 ta xona tasavvur qilasizlar. 28 ta xona bemalol shu 4 tonglar ham bag'riga sig'ib ketadi. Mana bu yerda men proyektorni ko'ryapman. Kechasi futbol qo'yib qo'yishga juda qulay qilingan ekan. Umumiy obzorimiz. Hop, bu bizani etek tomondagi G-obrazli binoyimiz. Ya'ni mana shu hududdan bu yog'i ta'mirdan chiqarilmagan, suv holatda turibdi, lekin betni olib yashayman deydigan yaxshi niyat qilgan insonlar bo'lsa, bemalol olib bu yoq tarafini o'ziga, ya'ni ozgina qo'shimcha pul xarajat qilib turib bitkazib olsanglar, juda katta va hashamatli hovli hisoblanadi. Oldi tomonimizda o'zida salkam 10 ta xonasi bor. 10 ta xonasini hammasi to'liqligicha yakunlangan. Mana shu qismdan bu yoq tarafi to'liqligicha bitkazib, tayyor holatga olib kelib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Hozir bo'lmasa, sizlarga umumiy bu yoq tarafidan boshlab turib ichki obzorlarni ko'rsatib chiqaman. Bu xonadonimizda sauna, basseyn uchun ham mana shu tomonda zimniy qilib sharoitlari qoldirib ketilgan. Albatta qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsanglar, batafsil yana ma'lumotlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hop, joyimiz 13 sotuv, kadastr bo'yicha, lekin o'zi joyida 14 sotuv chiqadi deb aytayaptilar. Bemalol pastda ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilib, yana biz bilan bog'lanib turib, batafsil ko'rib turib, joyida tepasida savdolanib pishirishimiz ham mumkin bo'ladi. Videoni oxirida narxlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Albatta videoni ko'rishda davom etinglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xonadonning ichiga ham kirib keldik. Bu bizani hovli qismimizdan, asosiy hovlga kirish qismimiz, ya'ni hovli bilan ko'chani bog'lab turadigan joy. Bu yerda ham mana kalitka qismimizni ko'ryapsizlar. Bu yerda ko'chani o'zidan ham reski kirsa bo'ladigan joyi bor. Hop, bizada bu yerda chap qo'limizda umumiy oshxona bilan o'tirish xonasi joylab ketilgan. Undan tashqari bizani yana qo'shimcha yashash uchun sharoitda qilingan xonamiz mana bu eshikdan harakatlansak bo'ladi. Hozir sizlarga umumiy obzorlarni chiroyli qilib, xonalarning har bittasini bitta-bitta tanishtirib chiqaman. Hop, eslatib o'tamiz. Umumiy bu oldi binoyimiz o'zida 10 ta xona mavjud. Mana bu bizani umumiy o'tiradigan xonamiz. Ko'ryapsizlar. Endi o'sha paytga moslab turib, hamma narsasini, shart-sharoitlarni yaxshi holatda qilib qo'yishgan. Hop, u paytda akamlar 2012-yilda qurilish qilgan ekanlar. Bo'yli moda bo'lgan, lekin eshiklarni ko'rasizlar, imdeklarni
O'sha paytda qimmatbaho eshiklardan qilingan, oyog'imizdagi to'pli bo'lagan. Hop, bu yoq qismimizda biz bilan sanuzel, bu yoqda garaj xonamizdan ham kirsak bo'ladi. Ikkita tomonga ishlaydigan qilib qulay qilib qo'yishgan. Bu bizani oshxona qismimiz. Albatta bitta oila uchun bu oshxona juda katta hisoblanadi. Yetarli darajada qoldirib ketilgan. Hop, bu yoqdan endi biz yashash uchun sharoitlar bor asosiy binoyimizga o'tamiz. Hop, bizda bu yoqda mana ko'rasizlar, eshik katta. Bu qismimizdan podvalga, yerto'laga, ya'ni tushib ketsak bo'ladi. Bu binodan naryo tarafi hammasi to'liq yerto'la qilib ketilgan. Asosiy binoga kirib kelish qismimiz. Kirganimizda qaranglar, bu yoqda zal, bu yoqda hozir yana qo'shimxonalarni ko'rsataman. Yotoqxonaga kirish imkoni yo'q. Bu yoqda umumiy sanuzel, bu yoqda mana tepaga chiqqanimizda bolxonamiz bor. Hozir biz asosiy mehmon kutish zalidan boshlaymiz. Zalimizni ham kattaligiga e'tibor bersanglar bo'ladi. Juda keng qilib, o'sha paytda orzu-havaslar bilan maksimalni chiroyli qilib sharoitlarini to'g'irlab ketgan ekanlar. O'sha paytda ham abo'ylar juda qimmat hisoblangan. Hop, binoyimizni mana bu qismida u yoq tarafi yakunlanmagan. Ya'ni mana shu yerdan, lekin ertaga bu yoqni oladigan odam bitkazib oladigan bo'lsa, hammasini ketma-ketlikda remont qilsa, xonadan xonaga o'tiladi. Hech qayerda bu yerda tashqariga chiqib, yana kirish degan narsa yo'q. Nayorovkasi oldindan o'ylab ketilgan. Bu bo'lsa zalimizning yonidagi yana bitta mehmonxonaga mo'ljallangan bo'lgan, lekin bu yoqni bolalar uchun yotoqxona qilib qoldirishgan. Bu yerdan chiqadigan bo'lsak, hozir endi sizlarni bolxona qismi bilan tanishtirib o'taman. Pollarga e'tibor bersanglar bo'ladi, parket qilib. O'sha paytda bu narsa ancha qimmatbaho hisoblangan. Hovli juda ham katta, umumiy 10 sotu, 28 ta xona. Albatta bu narsani mehnatini qadrini ko'rgan odam o'zi biladi. Yo'l tarafimizda biz endi bolxonaga o'tamiz. Qo'lini ham qo'yib qo'yaylik. Bu yoq qismimizda mana katta mehmonlar uchun hol, lekin bu yoqni ham bemalol mehmonxona qilib foydalansanglar, patologga alohida yig'ilib qaranglar. O'zi O'rizor, Tokzor mahalla-yu, O'rizorga ancha yaqin joy. Ko'p xonadonlarga borganimda aynan mana shunaqa patolog laklar surib, shunaqa yog'ochdan qilib chiroyli yaltiratib qo'yishadi. Hozir urf bo'lgan o'sha paytda. Bu yoq bo'lsa bizning bolalar xonamiz. Qo'lini ham ko'ryapsizlar, o'zi juda ham faizli qilib qurilgan. Endi o'sha paytda orzu-havas ancha katta bo'lgan. O'shanga moslab turib, katta qilib qurishgan ekan. Bu bizning sanuzelni ham ko'rishingiz mumkin. Juda katta. Xuddi shu sanuzeldan nariga betdagi bolalar xonasida ham bor. Bu joyimiz o'zida 4 ta yotoqxona bordi, 2 ta mehmonxona, pastda umumiy xona, oshxona, hol bordi. Shunda umumiy salkam 10 ta xona mana shu oldi binomiz o'zida mavjud ekan. Bu ham bolalar xonasi. Bolalar xonasining o'zida ham bitta katta sanuzeli bor. O'sha paytda mana shu kafillar rosa moda bo'lgan, o'zi belvoli kafillar rosa ulug' bo'lardi. Umumiy xonadonimiz 10 sotu, dokumentalniy, lekin o'zi aslida 14 sotu deb aytibdilar. Ya'ni bu yo'ni oladigan odamga narxlari qiziq bo'lsa, xohlasa umumiy videoni davomini ko'rsatib o'tib ketamiz. Telefon qilsanglar ko'rsatilgan raqamlarga batafsil yana gaplashib kelishsak bo'ladi. Ya'ni balki ustida ham albatta savdosi bo'ladi. Savdolashib chiroyli qilib, xohlasa rozi rizochilik bilan ishni bitiramiz.